Sizlarga ajoyib yangilikni aytmoqchiman. Bu yangilik Win-Win kontorasi haqida bo'ladi. Win-Win kontorasida hozir yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 42 million so'mgacha bonus beryapti. Ya'ni siz misol uchun ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizni depozitingizga qarab katta sommagacha bonus beryapti do'stlar. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun ro'yxatdan o'tamiz. Men sizlarga hozir faktik ko'rsatib o'taman. Xo'p, ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin mana activate kodni bosamiz va kod parolini kiritib, SMS kodni kiritib, parol promokod degan joyga soqqa bos degan promokodni kiritamiz. Albatta keyin mana galchkani qo'yishimiz kerak. Shundan so'ng zaregistratsiya tugmani bossak bo'ladi. Soqqa bos promokodini kiritsangiz sizga beradi o'sha bonusda. Xo'p, bonus mana men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman faktiski mana. Xo'p, menga hozir pashti 12 million pul berdi. Bu pulni misol uchun любой sloytga, любой kazinoga, любой narsaga ishlatsam bo'ladi, misol uchun. Albatta ro'yxatdan o'tib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kommentariyada qanday qilib yuklab olish manzilini tashlab o'taman va kommentariyadan yuklab olib bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.